Davlatimiz rahbari saxovat, mehr-oqibat va shukronalik oyi Ramazonda ichki bozorlarda narx-navo barqarorligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Shu munosabat bilan muborak Ramazon oyi munosabati bilan hududlardagi dehqon bozorlari va yirik savdo komplekslarida arzonlashgan oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etilmoqda. Yarmarkalar barcha tuman shaharlardagi bozorlarda, balki olis va chekka hududlarda ham tashkil etilmoqda. Jumladan, Angren shahridagi Lashkarak qishlog'iga ham ko'chma yarmarka yetib bordi. Mahalla aholisi uchun go'sht, un, yog', guruch, sabzavot va boshqa kundalik ehtiyoj mahsulotlari arzonlashtirilgan narxlarda yetkazib berilmoqda. Shaxsan muhtaram prezidentimizning selektorlaridan keyin markaziy bozorda arzonlashtirilgan yarmarkani to'liq qismi shakllantirdi. Bunda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari, guruch, kartoshka, piyoz, sabzi, yog', hamma asosiy turdagi o'sha oziq-ovqat mahsulotlariga urg'u berildi. Buni arzonlashtirildi, ya'ni 20 tonna kartoshka, 20 tonna piyoz, 20 tonna sabzi, 20 tonna guruch olib chiqilib, shu ro'za Ramazonda arzonlashtirilgan yarmarkani shakllantirdik. Asosiy maqsadimiz ijtimoiy muhitni yaxshilash, sog'lom raqobatni shakllantirish, aholiga sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish va narx-navoni barqarorligini saqlash maqsadida qilingan. Ramazon mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik oyidir. Ko'chma yarmarkalar tufayli uzoq hudud aholisi ortiqcha sarf xarajatsiz, vaqt yo'qotmasdan zarur mahsulotlarni xarid qilish imkoniga ega bo'lmoqda. Bozorlarda tashkil etilayotgan arzonlashtirilgan yarmarkada biz ham o'z hissamizni qo'shyapmiz. Bundan mijozlarimiz juda ham mamnun. Ularning mamnunligi shunday ularning chehralaridan bilinib turmoqda. Buning uchun davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu kabi amaliy ishlar insonparvarlik tamoyillarining hayotdagi ifodasi bo'lib, xalq manfaatini ustuvor qo'ygan ijtimoiy siyosatning yaqqol namunasidir. Bizning mahallamiz shahardan ancha yiroqda, uzoq. Lekin mana bizga sharoitni yaratib bergan prezidentimizga ham rahmat. Mana hamma narsani arzonlashtirib, bozordan arzonlashtirib olib ketdi. Rahmat. Hamma narsa olyapmiz. Mana yaqin uyimiz oldiga kelgan. Yarmarkada ro'zg'orimiz uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar rosa ko'p ekan. Arzonlashtirilgan mahsulotlardan mana aholi rosa xursand. Ramazon ezgulik va saxovat oyidir. Ana shunday xayrli kunlarda amalga oshirilayotgan bu tashabbuslar xalq farovonligiga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir.